Ko'z yoshartirish uchun 3 ta oddiy qadamni bilasizmi? Birinchi qadam shish kamaytirish. Ertalab 1-2 daqiqa sovuq kompress qiling. Kechqurun tuzli ovqatlarni kamaytiring va kech yotmang. Shish doimiy bo'lsa, bu allergiya yoki suyuqlik ushlanishi ham bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam ko'z osti qorayishi. Bu ikki xil bo'ladi. Pigment yoki tomir. Pigment bo'lsa, jigarroq ko'rinadi. Tomir esa ko'kimtir yoki binafsha ko'rinadi. Shuning uchun hamma krem hamma odamga bir xil ishlamaydi. Quyoshdan himoya ham muhim. Uchinchi qadam ajin va ter bo'shashi. Eng muhimi yumshoq namlash va himoya. Ko'zni ko'p ishqalamaslik kerak. Ishqalasangiz ajin tez tushadi. Agar sizda qaysi sabab kuchli ekanini bilmasangiz, shishmi, qorayishmi yoki bo'shashmi, men sizga konsultatsiyaga aniqlab beraman. Kommentga ko'z deb yozing va men sizga aniqini aytaman.